niyat qildik, hurmatli prezident. Albatta biz sizni bu g'amxo'rliklaringizni har bir ziyoratchi yuragidan his qilib turibdi. Fursatdan foydalanib 15 ming hoji hammalari siz bilan muloqotimizdan xabardor edi. Hammalari bu yerga kelayotganimda alohida minnatdorchiligini va muborak hayit bayrami bilan bizni nomimizdan tabriklab qo'ying. Bizni duolarimizni, bizni salomlarimizni yetkazing dedilar. Buni ham qabul qilasiz inshaalloh. Mana yana alangalar salomlarim yaqinda yetkazing. Yaratgandan yana bir bor muqaddas xams ibodatda ato etib ona yurtimizga sog' omon qaytishlarini so'rab olaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizdan xabar olishligingiz bu albatta tahsinga loyiq. Alloh sizni salomat qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Ko'p yillar mana shunaqa yurtimizni, xalqimizni, ayniqsa kelajak yoshlarning baxti saodati uchun o'zingiz rahbarligida qilinayotgan har bir qarorlarning ijrosida biz bilan